Juda og'ir bolalikdan musiqa tarixida haqiqiy afsonaga aylanishga. Eminemning hayoti xuddi bir kinoga o'xshaydi. Bugun biz rap qirolining unutilmas hikoyasi haqida batafsil gaplashamiz. Eminem ismi bilan tanilgan Marshall Mathers 1972-yilning 17-oktyabrida Amerikaning Missuri shtatida tug'ilgan. Uning bolaligini 3 ta so'z bilan ta'riflasa bo'ladi: notinchlik, qashshoqlik va zo'ravonlik. Oyisi Debbie Nelson endigina 18 yosh bo'lganida Marshallni dunyoga keltiradi, ammo oila boshi Marshall Bruce Mathers bolakay tug'ilishidan 1 yil o'tgach ularni tashlab ketadi. Eminemning butun diskografiyasida otasiga bag'ishlangan qo'shiqlari juda ham ko'p va tushunganingizdek, ularda yaxshi gaplar aytilmaydi. Misol Say Goodbye Hollywood qo'shig'ida Eminem shunday so'zlar aytgan: Eminemning oyisi haqida gapirsak, qo'lida bitta go'dak bilan qolib ketgan ayol pul topishda qiyinchiliklarga duch keldi va shuning uchun bir shtatdan ikkinchi shtatga ko'chib, ko'pincha kambag'al mahallalarda yashashga majbur edi. Yosh Marshall uchun bunday holat juda salbiy ta'sir ko'rsatayotgan edi. Har doim maktabni o'zgartirish, eski do'stlarni unutib yangilarni orttirish va o'z baholarini saqlab qolish. Lekin eng qiyin narsalardan biri Marshall ko'pincha qora tanli bolalar boradigan maktablarda o'qigani uchun oq tanasi hamda kelib chiqish tufayli maktabda zo'ravonlikka duch kelgani va bezori bolalarning nishoniga aylangani. Shunday voqealardan eng yomoni Bailey D'Angelo ismli bola 9 yoshli Marshallni shunchalik qattiq kaltaklaganida sodir bo'ldi. Bailey qatigan muz bo'lagi bilan Marshallni urgan va uni boshini yorgan. Bir necha soat o'tgach Marshallni qon ko'lmak ichida topishgan va u 10 kun davomida komada bo'lgan. Bu baxtsiz hodisa tufayli Marshall birmuncha vaqt oyoq kiyimini bog'ichini bog'lash kabi oddiy ishlarni qila olmagan. Bu hammasi haqida Eminemning Brain Damage qo'shig'ida eshitsak bo'ladi. Eminemning oyisi hech bo'lmaganda yaxshi ayol bo'lganmi degan savolingiz bo'lsa, afsuski yo'q deb javob berishga majburman. Uning onasi giyohvand moddalar va ichkilikbozlikka berilgan ayol edi va Marshallni kaltaklardi. Eminemning haqiqiy yaqin insoni uning tog'asi Ronnie edi. Ularning yoshi bir xil bo'lgani tufayli Eminem Ronnie'da tog'a emas, balki o'z do'stini ko'rardi. Ayni Ronnie tufayli Marshall birinchi rap qo'shig'ini eshitadi va Ronnie uning musiqiy bir ustoziga aylanadi. 14 yosh atrofida bo'lganda Marshall rap aytishni boshlaydi va o'zini birinchi marta M&M taxallusi bilan atashni boshlaydi. Keyinchalik tushunganingizdek M&M Eminemga aylanadi. Xuddi o'sha vaqtda Marshall o'zidek endi boshlayotgan rapper Proof bilan ham do'stlashadi. Ular birga Amerikaning zo'ravonlik darajalari baland bo'lgan Detroit shahrida rap battle'larda qatnashgan hamda underground hip-hop dunyosiga endi kirib borayotgan ikkita yaqin do'st edi. Eminem kambag'al bo'lgani tufayli har kuni bir xil eskirgan krossovkalarni kiyardi, lekin hip-hop battle'larda ayni krossovkalarning roli juda katta bo'lgan. Proof buni sezib Eminem uchun yangi Nike krossovkalar olib bergandi. You gave me shoes, Nike's like new for me for school. Ammo battle'larda qatnashish qorinni to'ydirmayotgan edi, Eminem ham oq tanli rapper edi. Afroamerikaliklar tomonidan yaratilgan hip-hop musiqa janri oq tanli rapperlarni o'z safiga olishga shoshilmayotgan edi. Shuni hammasiga qo'shilib Eminem 88-yilda endigina 16 yosh bo'lganida Kim ismi bilan tanilgan Kimberly Scott ismli qizni yoqtirib qoladi. Kim ham xuddi Eminemdek disfunksional oiladan kelib chiqib uydan qochib ketgan qiz edi. Tushunsa bo'ladiki, bu juda ham toksik munosabatlar uchun mukammal asos edi, lekin bu haqida biroz kechroq. Keyingi bir necha yil ichida Eminem rapper sifatida g'alaba qozonishga ko'p urinishlar qilishiga qaramay, u faqat muvaffaqiyatsizliklarga duch keldi. Bundan tashqari 91-yilda uning yaqin do'sti bo'lib kelgan tog'asi Ronnie o'z joniga qasd qildi va bu unga katta zarba bo'ldi. Cleaning Out of My Closet qo'shig'ida Eminem oyisi unga Ronnie'ning o'rniga sen o'lsang bo'lmasmidi degan gap aytgani haqida kuylab chiqqan. Remember when Ronnie died and you said you wished it was me? Well, guess what? I am dead. Dead to you as can be. Eminemning 1996-yildagi debut albumi Infinite butunlay praval bo'ldi. Detroitdagi rapperlar esa Eminemning ustidan kulib, borib rock and roll bilan shug'ullangan degan gaplar qilishdi. 95-yilda tug'ilgan Hailey ismli qizi hamda sevgilisi Kimni boqish mas'uliyati esa Eminemning bo'ynida edi. O'sha yillar u bir kichik restoranda idish yuvuvchi bo'lib ishlardi, ammo qizining tug'ilgan kuniga 5 kun qolganida uni ishdan haydab yuborishadi. U cho'ntagida $40 bilan qolib ketib, qizini tabriklay olmagani uchun juda qattiq ranjigandi. Bu hammasi haqida Eminemning qo'shig'i Mockingbird'da eshitishimiz mumkin. Bu qo'shiqni ko'z yoshlarsiz eshitmaydigan odamning o'zi bo'lmasa kerak. Ammo hammasi 1997-yilda 25 yoshli Eminem o'zini shiddatli va g'azabga to'la alter egosi Slim Shady'ni dunyoga tanishtirishi bilan o'zgarib ketdi. U Slim Shady Ming albomini chiqarishi bilan Los Anjelesdagi Rap Olimpiada battleda qatnashdi. Eminem u yerda ikkinchi o'rinni olishiga qaramay, uni Interscope Records yirik kompaniyasining stajyori sezib qoladi va shu orqali Slim Shady albomi mashhur prodyuser hamda rapper Dr. Dre'ning qo'liga tushib qoladi. Dr. Dre esa zudlik bilan Eminemni topib kompaniyaga olib kelishlarini talab qiladi.
Dre bilan birinchi marta uchrashganida hayajonlanayotgan Eminem hatto uning ko'ziga qaray olmagan, chunki u bolaligidan Drening katta muxlisi bo'lib kelgan. O'zingiz bir tasavvur qilib ko'ring. Bir kun ko'chada pulsiz qolib ketayotgan vaqtingizda ertasi kuni Suzuki Miris o'z studiyasiga trek yozgani taklif qilsam, xuddi mo'jizaga o'xshaydi, to'g'rimi? Va Eminemning hayotida xuddi shu narsa sodir bo'layotgandi. 1998-yilning boshida Eminem Interscope Records bilan rasman shartnoma tuzadi. 1999-yilning fevralida esa The Slim Shady to'liq albomini rasman chiqaradi. Bu albomning eng mashhur qo'shig'i My Name Is bo'lsa kerak. Albom Amerika va butun dunyoda 100 minglab kopiyalarda sotildi va juda katta muvaffaqiyatga erishdi. Billboard chartlarida baland o'rinlar olib, Eminem 2000-yilda birinchi bor Grammy mukofotini qo'lga kiritdi va bitta Grammy emas, to'liq 2 tani yutishga muvaffaq bo'ldi. Birinchisi eng zo'r rap albomi kategoriyasida, ikkinchisi esa eng zo'r yakkaxon rap ijrochisi sifatida. Lekin albom atrofida katta bahs va munozaralar ham bo'lgan edi. Kambag'allik va qiyinchilikda o'sgan Eminem o'z rap qo'shiqlarida haqiqatni gapirishdan qo'rqmasdi va ba'zida juda qattiq va xunuk so'zlarni ishlatib yuborardi. Misol, Brain Damage qo'shig'ida u maktabdagi bezorilar haqida aytgan bo'lsa, 97 Bonnie va Clyde qo'shig'ida o'zining farzandining onasi Kimni o'ldirmoqchi bo'lganligi haqida aytgandi. Kim va Eminemning munosabatlari juda toksik bo'lgani haqida aytib o'tdim. Bir-birlariga xiyonatdan tortib ichuvchilik va giyohvand moddalargacha ikkita baxtsiz bolalikni boshidan kechirgan, travmalari ko'p insonlar bir-biriga dalda va kuch bo'lishi qiyin. Kim Eminemga ko'p qo'l ko'targan edi va bir vaqt davomida hatto qizlari Hayleyni otasiga ko'rsatmagandi. Eminem xuddi shunday abyuziv munosabatlardan ilhomlanib, Kimga qaratilgan diss qo'shiqlar yozar edi. Butun dunyodagi odamlar esa qanday qilib erkak kishi o'z xotini haqida shunday jirkanch qo'shiqlar yoza oladi deb hayron qolardi. Shunday odamlar ichida 2000-yillarning eng yorqin yulduzlaridan biri Christina Aguilera ham bor edi. Boshida Eminem ham, Christina ham bir-birlariga crush borligi haqida intervyularda aytib kelayotgandi. I'm looking forward to meeting Eminem actually. You want to meet Eminem? Yeah, I want to meet Eminem. I think he's cute. I don't even know if I want this award. I might just take Christina home tonight. He's actually been a crush of mine for a while now. She's cute, and I've heard little things that she said about me or whatever. I guess I was his award. It was really cute. Hamma mana yangi juftlik tug'iladi deb kutayotganda, Kristina bir intervyuda juda ham katta xato gapirib qo'ygani uchun ko'p yillarga Eminemni cho'rni spisiga tushib qoladi. Gap shundaki, pop yulduzi Eminemni juda kelishgan deb atagandan keyin quyidagi so'zlarni ham qo'shadi. U hozir uylangan degan mish-mish eshitdim. O'zining qo'shig'ida o'ldirish haqida gapiradigan qizga aslida. I heard he's married now. Eminem? Yeah, totally. The girl that he talks about killing on his record actually. Eminemga bu haqiqat bo'lgan gap umuman yoqmadi. Xuddi shu vaqtda hammamiz tanigan Will Smith ham rap arenada o'ziga nom qilayotgan edi. Ha, Will Smith 2000-yillarda rap bilan shug'ullangan, ammo Eminem va boshqa qora tanli rapperlar kabi suroviy rapper bo'la olmagan. Will MTV VMA mukofotini qo'lga kiritgandan keyin o'z mukofot nutqida qo'shiqlarda so'kinadigan va boshqa yomon so'zlarni ishlatmay turib mukofot olgani haqida gapirib chiqdi. I want to say to all my fans, I never killed nobody in none of my records. I don't use no profanity in none of my records, and still I managed to get up here. Tushunganingizdek, bu boshqa rapperlarni agarodiga katta tosh otish bo'ldi. 2000-yilda Eminem yangi albomi Marshall Mathers chiqishi bilanoq muxlislar u yerdagi qo'shiqlarda ko'p san'atkorlarga qaratilgan dislar borligini payqashdi. Misol, iconic The Real Slim Shady qo'shig'ida Eminem hammani gapirib chiqdi. Christina Aguilerani ham, Put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. Will Smithni ham, Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so him and you too. hatto Grammy mukofotini ham. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me. Albom juda katta muvaffaqiyatga erishdi. Birinchi haftani o'zida 1,700,000 ta kopiyadan oshiq sotilib, Snoop Dogg'ni eng tezda sotilgan hip-hop albom rekordini urdi. Hozirgi kungacha dunyo bo'yicha bu albomning 25 milliondan oshiq kopiyalari sotilib bo'lgan. Eng qiziq narsalardan biri shuki, Grammy'ni o'z albomida disk qilishiga qaramay, Eminem baribir xuddi shu albom uchun ham ikkita Grammy mukofotini yutib oldi. That's why he's the GOAT! The GOAT! Eminemni to'xtash niyati yo'q edi. 2002-yilda u yana bitta juda muvaffaqiyatli The Eminem Show nomli albom chiqaradi va u 27 milliontadan oshiq kopiya sotib 2002-yilning dunyodagi eng ko'p sotilgan albomiga aylanadi. Ayni shu albomga Without Me hamda Till I Collapse kabi juda mashhur qo'shiqlar kiradi. Ha, aytgancha MTV VMA'da Eminem g'olib bo'lganida unga mukofot beruvchi qo'shiqchi biz biroz oldin gaplashgan Christina Aguilera edi. Ular bir-biri bilan kelishmaydigan bo'lsa ham, MTV VMA'da birga bir sahnada turishga majbur bo'lgandi. Bu hodisa hozirgi kungacha pop madaniyatida sodir bo'lgan eng ikonik hodisalardan biri deb hisoblanib keladi.
Sizlar bu holat haqida nima deb o'ylaysizlar? O'z rostini aytsam, Kristina Aguilera va Eminemni beefi rostdan ham ikonik. Hozirgi kungacha qancha videolarda ko'rmasak ham hech qachon bir zerikarli bo'lib qolmaydi deb o'ylayman. Lekin Eminemni qandaydir yovuz va kibrga berilib ketgan rapper deb o'ylasangiz qattiq adashasiz. Rapga qiziqasizmi yoki qiziqmaysizmi? Lekin 50 Cent ismli rapperni tanisangiz kerak. Xuddi shu rapper mashhur bo'lib ketishida Eminemning roli juda ham katta. Dr. Dre Eminemga bir vaqt katta yordam berganidek, 2002-yili Eminem 50 Centga ham yordam beradi. O'sha yillar davomida 50 umuman mashhur yulduz emasdi, ammo u yozgan mixtape Eminemning qo'liga tushgach, rapper 50 da katta iste'dod ko'radi va Dre'ga ham mixtape'ni eshittiradi. Natijada 50 Cent tez orada Interscope Records bilan qo'shma shartnoma tuzib, Eminem va Dr. Dre boshchiligida Get Rich or Die Trying debut albomini chiqaradi va hip-hopning eng mashhur yulduzlaridan biriga tezda aylanadi. Hozirgi kungacha bir necha intervyularda 50 Cent va Eminem o'rtasidagi do'stona munosabatlarni ko'rib turamiz. Yana bir videoda Eminem pul topib hovliqib ketadigan odam emasligini ko'rishimiz mumkin. Millionlab albomlari sotilib bo'lganiga qaramay, Eminem bir vaqt hatto lyuksovoy Rolex soatiga puli yetish yetmasligini bilmasdi va $100 atrofida turadigan G-Shock soatini taqib yurardi. You called up your manager to see if you could afford to buy the watch. Yeah. I think it was a Rolex. Was it a Rolex? It was a Rolex. And I asked him, could I afford it? Because they make fun of me for it, but I'm for real. Like, I don't, you know what I mean? Like, this is the whole money thing, all that stuff it was brand new to me. I still have that Rolex. Yeah, but it's not like, you know, that's... I don't wear it because I don't want to get a scratch on it. Is that right? But, is that true? Yeah. So what are you wearing right now? This is a G-Shock. 2002-yilda Eminem aktyor sifatida debyut ham qiladi. 8 Mile nomli o'tkir syujetli dramada Marshall bir yosh rapperning rolini o'ynaydi va kino turli hayot mashaqqatlari haqida gapiradi. Eminemning eng mashhur qo'shiqlaridan biri bo'lgan va hamma sevib eshitadigan Lose Yourself ayni shu kinoning soundtracki. Qo'shiq shu qadar powerful ediki, Eminem tarixdagi birinchi eng yaxshi qo'shiq soundtrack kategoriyasida g'alaba qozongan rapperga aylandi. Lekin afsuski, Eminem Oscar yutib olaman deb umuman o'ylamagan va mukofot kechasiga ham bormagan. Eminemning 5-albomi Encore chiqishi ham muvaffaqiyatga qo'shib yana bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Bu safar nima bo'ldi desangiz, Eminemning duxi shu qadar oshib ketgandiki, u pop qiroli Michael Jackson ustidan kuladigan bir qo'shiq chiqardi. 1984-yilda Pepsi reklamasi vaqtida baxtsiz hodisa tufayli Michael Jacksonning bosh terisi kuyib, sochlarining bir qismi to'kilgandi va uning sog'lig'iga yomon ta'sir ko'rsatgandi. Eminem esa Just Lose It klipida xuddi shu voqeani va hatto Michaelning burun operatsiyasini ustidan kulib chiqqandi. Michael Jackson boshqa san'atkorlarning o'z qo'shiqlarida umuman pastga urmaydigan inson bo'lgani tufayli bunday parodiyadan juda qattiq ko'ngli og'rigandi. I've never met Mr. Eminem, and to have him, I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. He should be ashamed of himself, what he's doing. Stevie said he's bullshit, is what he said. Never attacked another fellow artist. Great artists don't do that. Lekin xafa bo'lishga shoshilmaymiz, chunki Jackson 2007-yilda o'zining Sony ATV kompaniyasi orqali Eminemning qo'shiqlari katalogiga ega bo'lgan Famous Music nashriyot kompaniyasini sotib oldi. Bu shuni anglatardiki, Jackson endi Eminemning juda ko'p qo'shiqlariga huquqi bor edi va pop qiroli rapperning qo'shiqlaridan pul ishlar edi. Jackson maydalashib Eminem haqida qo'shiq chiqarmay, birato'la uning qo'shiqlarini sotib olgandi. O'zimni fikrimni aytsam, Michael Jacksonning muxlisi bo'lib katta bo'lganman va Eminemga hurmatim baland bo'lishiga qaramay, ayni shu qilgan ishini biroz tushunmayman. O'z rostini gapirsa, Eminem shiddatli bir rapper va karyerasi davomida juda ko'p san'atkorlarni so'kib chiqqan va juda ham ko'p diss-tracklar chiqargan. Ayniqsa Eminemning qizi Hailey haqida gapiradigan rapperlarga qaradi. Va deyarli 99% hollarda Eminemning disslari boshqa rapperlarnikidan ancha yaxshiroq chiqib, ularning karyeralarini tugatgan. Lekin Michael Jacksonga afsonaviy inson ustidan kulib chiqish biroz g'alati strategiya bo'lgan va Eminemga yarashmagan deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Fikrlaringiz bilan albatta izohlarda bo'lishing. Bunday munozaralarni hisobga olmasak, Eminemning karyerasi juda ham yaxshi rivojlanayotgan edi. Chartlardagi baland o'rinlar, konsertlar, millionlab kopiyalarda sotilayotgan albomlar har bir san'atkorning orzusi bo'lsa kerak. Ammo xuddi tezkor raketa kabi uchib ketayotgan karyeraga qo'shilib, hayotdagi muammolar ham kattalashib ketayotgan edi. Gollivudda kuchli bo'lib qolish qiyin degan haqiqatni hamma bilsa kerak. 2001-yilda Eminem bilan ajrashib, Kim ichuvchilik va giyohvand moddalarga berilib ketgandi va hatto qamoqqa ham tushgandi. Buni ustiga ularning qizlari Hailey ham katta bo'layotgan edi, ammo Eminem mashhur bo'lgani sari farzandlari bilan vaqt o'tkazish qiyin bo'lib ketayotgandi.
Shon-shuhratga erishgan, ammo muammolari yana ham ko'paygan Eminem borgan sari o'zi ham ichuvchilik hamda giyohvand moddalarga berilishni boshladi. Uning o'zini aytishi bo'yicha, u bunday narsalarni yoshroq bo'lganligida tatib ko'rgan bo'lishiga qaramay, karyerasi rivojlanishni boshlagandan keyingina bu hammasi yomon odatga aylandi. Lekin nimasi g'alati desiz, Eminem qandaydir nelegal giyohvand moddalarni emas, balki doktor retsepti bo'yicha yozilgan moddalarni iste'mol qilardi. Rapperning aytishi bo'yicha qaysidir vaqt dori-darmonlarni kayf olish uchun emas, balki o'zini normal his qilish uchun qabul qiladigan darajaga borgandi. 2005-yilga kelib hammasi shu qadar yomonlashib ketgandiki, Eminem o'z konsert turini to'xtatib, reabilitatsiya shifoxonasiga borib davolanishga majbur bo'ldi. Lekin bu ham yordam bermadi. Bir yil o'tgach uning rep olamiga kirishiga juda katta yordam bergan yaqin do'sti Proof Detroit klubida o'ldirilgandi. Tushunganingizdek, Eminem uchun uning o'limi katta zarba bo'ldi. Buning ustiga Kim bilan bo'lgan munosabatlar ham yana yarashish, ajrashish kachelalarini boshlayotgandi. Bir marta ajrashgan Kim va Eminem 2006-yilning yanvarida yana birga turmush qurishga qaror qildi, ammo 2 oy o'tgach Eminem ajrashishga ariza berdi. 2007-yilda Eminem giyohvand dorilarni haddan tashqari qabul qilgani uchun tiridozdan vafot etishiga sal qoldi. Agar bu ishni to'xtatmasa, rostdan ham o'lib qolishi mumkinligini anglagan Eminem o'z bolalaridan ilhom olib, ular uchun yashash kerakligini tushungan va moddalardan umuman voz kechgan. The Hailey Eminem uchun juda ham katta ilhom manbasi bo'lib, Hailey Song, Beautiful, Mockingbird va boshqa turli qo'shiqlarda Eminemni ota sifatida naqadar mehribonligini ko'rishimiz mumkin. Buni hammasi va yana boshqa faktlar haqida Eminemning avtobiografik kitobi The Way I Am dan bilib olsak bo'ladi. 2009-yilda Eminem yangi albom Relapse hamda undan birinchi single We Made You'ni chiqaradi va klip bu safar ham turli san'atkorlarning parodiyasiga to'la bo'ladi. O'ylaymanki, Eminem o'zi Gollivud yulduzi bo'lishiga qaramay, Gollivudning hayoti va qoidalarini rostdan ham yomon ko'radi va shuning uchun ko'p qo'shiqlarda hamma ustidan kulib chiqadi. Misol, hamma tanigan Kim Kardashianning parodiyasi juda qattiq chiqqanini videoga qo'shmadan ko'plarga yoqmasligi mumkin, lekin havolani video opsiyasiga qo'shib qo'yaman, bemalol borib ko'rishingiz mumkin. Qizig'i shundaki, Kim Kardashian bu parodiyaga umuman xafa bo'lmagan. Shu o'rinda The Warning qo'shig'ini ham aytib o'tishim shart. Amerika pop musiqasining juda mashhur sozandasi Mariah Carey hamda Eminem o'rtasidagi munozara haqida eng ikonik janjallar videosida gaplashgandik. 2000-yillarning boshida Eminem ko'p intervyularda u hamda Mariah o'rtasida ishqiy munosabatlar bo'lgani haqida gapirib yurgan bir vaqtda Mariah hammasini rad qilib Eminemni yolg'on gapda ayblagandi. Bunday tushunmovchiliklar oxir-oqibat 2009-yilda Mariah Carey tomonidan diss track Obsessed chiqishiga olib keldi. U klipda pop yulduzi xuddi Eminemdek kiyinib, nega doim men bilan ovorasan, sen meni darajamda emassan degan gaplar bilan rapperning ustidan ochiq-oydin kulib chiqdi. Va bu uning katta xatosi edi. Eminem boshim jim turmadi va The Warning qo'shig'ida Mariah va ularning munosabatlari, hatto Mariahning o'sha vaqtdagi turmush o'rtog'i haqida barcha haqiqatlarni ochib tashladi va u bilan o'ynash yomon fikrligini yana bir bor hammaga isbotladi. Bunga qaramay, ayni Mariah Careyning qo'shig'i ikonik statusini qo'lga kiritdi va hozir ham ko'p muxlislar tomonidan afsonaviy deb hisoblanadi. Hamma bilgan Not Afraid qo'shig'i 2010-yilning Recovery albomiga kirdi va albom doimgidek Billboard chartlarida baland o'rinlar oldi va millionlab kopiyalarda sotildi. Xuddi shu albomda odamlar birinchi marta Eminem hamda Rihannaning afsonaviy Love the Way You Lie qo'shig'ini ham eshitishdi. Hozirda klip YouTube'da 2,9 milliontadan oshiq prosmotr olgan va ikkala qo'shiqchining eng ko'p ko'rilgan videolaridan biri. Shaxsan menga bu qo'shiq rosa ham yoqadi. Sizlarga ham qo'shiq yoqadimi yoki Eminemning boshqa kollaboratsiyalarini yaxshi ko'rasizlarmi? Albatta izohlarda bo'lishing. Keyingi yillar davomida ham Eminem ijoddan to'xtamadi. The Marshall Mathers 2 hamda Shady 15 albomlarini chiqardi. Shu yillarda chiqarilgan eng mashhur qo'shiqlar haqida gapirsak, Rap God'ni aytmasam bo'lmaydi. Shu qo'shiqda Eminem oddiy bir rapper emas, haqiqiy King of Rapligini isbotladi va atigi 6 daqiqa ichida 1500 dan ortiq so'z ayta olgani uchun Guinnessning rekordlar kitobiga kirdi. Yana bir 2013-yilning bomba qo'shig'i Rihanna bilan aytilgan The Monster. Esimda o'sha vaqtlar tog'am Eminemning juda katta muxlisi bo'lardi va uni diskida birinchi marta shu The Monster klipini ko'rganman va qo'shiq menga rosa ham yoqqan, lekin ma'nosini tushunmagandim. Yillar o'tgan sari qo'shiq so'zlari ham, klip ham qanchalik ma'noliligini odam tushunar ekan. Internetda esa hozirgi kungacha Monster o'zi aslida P. Diddy'ga bag'ishlangan qo'shiq degan muxlislar teoriyalari yuradi. Diddy ko'plab san'atkorlarni boshqarish hamda manipulyatsiyalar qilgani haqidagi gaplardan keyin The Monster qo'shig'idagi Monster o'zi aslida Diddy va Rihanna ham o'z fitnalariga aralashtirmoqchi bo'lganda Eminem hamda uning komandasi, ya'ni Dr. Dre, 50 Cent, Snoop, Rihannaning himoyachilari sifatida chiqqan degan fikrlar bor. Lekin albatta bu faqat muxlislar teoriyalari, buni haqiqat deb ayta olmayman. Lekin aslida Eminem ko'p yillar davomida P. Diddy haqida o'z qo'shiqlarida yashirin ma'nolar bilan haqiqatni aytib chiqayotgan edi. Ammo odamlar bunga katta e'tibor berishmagandi. Haqiqat fosh bo'lgandan keyin hamma Eminemning o'sha qo'shiqlaridagi ma'noni tushunib yetdi.
Eminem 2017-yilda 45 yoshni qarshi olganida yangi albom Revival'ni ham chiqardi. U yerda Beyonce va Ed Sheeran kabi juda mashhur yulduzlar bilan kollaboratsiyalar bo'lishiga qaramay, kritiklar albomni salbiy fikrlar bilan qabul qilishdi. Odamlar eski Eminemni sog'inayotgan edi, lekin Eminem allaqachon Slim Shady erasida aytgan qo'shiqlar yoshidan o'tgandi. Eminem oldin qo'shiqlarda yomon so'zlar bilan gapirgan sobiq xotini Kimdan yangi Bad Husband qo'shig'ida kechirim so'radi. Bundan biroz oldin esa oyisi Debbie bilan ham yarashib, bu ikkita ayol haqida yozgan disk qo'shiqlarini boshqa umuman ijro etmasligini aytdi. Ammo ha bo'ldi, demak Eminem yaxshi rapper erasiga kirdi deb o'ylasangiz, biroz shoshilib qolgan bo'lasiz. Xuddi shu vaqtda yana bir afsonaviy janjal sodir bo'ldi. MJK ya'ni Machine Gun Kelly ismli yosh rapper Eminemning katta muxlisi edi, lekin u Eminemning qizi haqida umuman gapirish kerak emas degan qoidani bilmagandi shekilli va 16 yoshli Hailey haqida u ketvorgan va shunga o'xshagan g'alati kommentariyalar bergan. Bu Eminemga umuman yoqmagan, lekin bu faqat boshlanishi edi. Bir necha yil o'tgach, MJK Gollywoodda nomi bor yulduz bo'lganida Eminem tomonidan ochilgan Shade 45 radio stansiyasida rapper sifatida paydo bo'lmoqchi edi, lekin Eminem uni chiqishiga rozi bo'lmadi. Sabab nima desangiz, MJK Eminemga qizi haqida gapirgan g'alati kommentariyalari uchun yoqmasdi. Lekin MJK Eminem bu uni o'sib borayotgan rapper sifatida undan qo'rqqani tufayli deb Rap Devil qo'shig'ini chiqardi va Eminem nusidan qattiq kuldi. Qo'shig'ida u Eminemni yoshi, so'nggi albomi muvaffaqiyatsizlik bo'lganligi, hatto Eminemni o'stirgan soqoli unga yarashmaganligi haqida aytib chiqdi va Eminemni rostdan ham jahlini chiqardi. Rap devil come a bare face with a black shovel like the Armageddon when the smoke settles. Bu juda ham katta xato edi, chunki Eminem diz bilan javob qaytarsa karyera pishdi degani. Killshot qo'shig'ida Eminem MJKni shu qadar kuchli haqoratlab yerga urdiki, MJK rap janridan umuman chiqib ketib, boshqa pop-punk janriga o'tib ketdi. Sizlar bu ikkita disk qo'shiqni eshitganmidilaring oldin? Menga MJK qo'shiq sifatida yoqadi va u yozgan disk qo'shiqni jay yomon ham deb o'ylamayman, lekin albatta Eminemga teng kelaman deb o'ylagani uni katta xatosi bo'lgan. Sizlarda fikrlar bo'lsa, albatta izohlarda bo'lishing. Eminemning keyingi ikkita albomi Kamikaze hamda Music to be Murdered bylar doimgidek Billboard chartlarida katta o'rinlar oldi va bizga Venom, Godzilla va boshqa shedevrlarni taqdim etdi. 2022-yilda Eminem yana bir bor hip-hop musiqa tarixida o'z izini qoldirdi. O'sha yili u Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J hamda Kendrick Lamar kabi rapperlar bilan Amerikaning eng mashhur futbol o'yini Super Bowlda katta chiqish qilishdi. Hozirgi kunda Eminemning eng so'nggi albomi The Death of Slim Shady 2024-yilning may oyida chiqdi va muvaffaqiyatga aylandi. Eminem o'tgan yili qizi Haileyni Evan McClintock ismli biznesmenga uzatdi va yoshlar shu aprel oyi o'g'il farzandni kutib olishdi. Bu juda ham ko'p muxlislar uchun juda katta voqeaga aylandi. Nimaga desangiz, Eminem butun karyerasi va umuman hayoti davomida o'z qizalog'ini baxtli qilish haqida birinchi o'rinda o'ylardi va buni uni qo'shiqlari orqali bilsa bo'ladi. Va qizini yaxshi insonga uzatish va nabirali bo'lish har bir insonning katta orzusi. Bu inson kichik shaharchadagi oddiy ishchi bo'ladimi yoki butun dunyo tanigan mashhur rap yulduzi? Hozirda Eminem 52 yosh, lekin to'xtash haqida o'ylagisi ham yo'q. 2025-yilda u butun dunyo bo'yicha konsert turini e'lon qildi va millionlab muxlislar buni juda katta hayajon bilan kutishmoqda. Eminemning hayoti va ijodi shunchaki musiqa haqida emas, balki qiyinchilik, chidamlilik va halollik haqidagi hikoyadir. Detroitning kambag'al ko'chalaridan tortib haqiqiy hip-hop yulduzigacha u hech qachon o'z kamchiliklar va og'riqlari haqida o'z qo'shiqlarida gapirishdan qo'rqmagan. Uni yoqtiring yoki yomon ko'ring, qo'shiqlari qalblarda doim qandaydir aks sado beradi va bu Eminemni unutilmas qiladi. Bu video sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang. Eminem haqida fikrlaringiz bo'lsa, albatta izohlarda bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va keyingi videolarda sizlarni ko'rib qolaman degan umiddaman. Ungacha xayr.